Yozda kechki sayr zo'r-a? Zo'r. Aytgancha eshitdingmi? Mahallada lunatik paydo bo'libdi. Nima edi u? Uxlayotgan joyidan o'zidan o'zi yurib ketar ekan. Devorlarda yurar ekan, shiplada yurar ekan, tushunyapsanmi? Agar sen uni uyg'otadigan bo'lsang, o'lib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun uydagilari eshiging tagiga qo'llatni solib qo'yar ekan. Qo'llatdan shunday bo'lsa, uyg'onib ketar ekan, tushunyapsanmi? Bo'pti, men ketdim. Nima doim yurakka g'ulg'ula solib qochasan? Bir kun meni sahar qilib o'ldirasan-da. Yana o'zim chalg'itib ketar ekanman-da. Sunnat to'yim zo'r bo'ladi. Sinfdoshlarim kelgan, o'qituvchilar hamma maqtagan o'sha kun. Ye! Budami? Paket ekan. Yangi yilda ham to'yib ovqatlanardik. Sinfdoshlar bilan sumalak qilganda qizlar ham qolardi, zo'r paytlar edi. Chista lunatik. Ye! Lunatiklar devorda yuradi yodimi? Rost ekan. Qo'rqib ketyapman. Xotin, darvozani ochib boshqa chiqmayman. Lunatiklar rostdan turgan joyda uxlab qolar ekan. Men bunga yordam berishim kerak. Yomg'irdan ovoz qayerdan kelyapti? Tapchkani uchishga ta'sir qilmaydi-ku bo'lmasam. Uydagilar yordam bersa, menga nima? Tinchgina uyga ketsam bo'lmaydimi? O'zi qo'rqib o'tiribman. Ketdim uyga. Oz tapchka zechilaki yaxshi bo'lib ketadi hozir. O'zi oyoqdan ushlayapti, sana ushlamagina. Necha, uxlavering. Hozir o'zim uyg'otaman.